Sobiq deputat Kusherbayev Ichki ishlar boshqarmasiga chaqirildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi buning sababini tushuntirib o'tdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining sobiq deputati, hozirda ekologiya vaziri maslahatchisi Rasul Kusherbayev 19-aprel kuni Toshkent viloyati Yangiyo'l tumaniga Ichki ishlar boshqarmasiga chaqirilganini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, ishga aloqasi bo'lmasa-da, uning telefoni olib qo'yilgan. Shuningdek, u Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari qo'shnilaridan u haqda ma'lumot to'plaganini ta'kidladi. Viloyat Ichki ishlar bosh boshqarmasi 20-aprel kungi bayonotida sobiq deputatning chaqirilishga fuqaro R.F. ning arizasi sabab bo'lgan. Unda ijtimoiy tarmoqlarda uning sha'ni va qadr-qimmatini kamsituvchi, shuningdek, uni haqoratlovchi ma'lumotlarni e'lon qilingani bayon etilgan. Kusherbayev jinoyat ishi doirasida tergovga qadar tekshiruv o'tkazilishi munosabati bilan qonunchilikda belgilangan tartibda Ichki ishlar boshqarmasiga chaqirilgan. U yerda tegishli protsessual harakatlar amalga oshirildi, deyiladi bayonotda. Ichki ishlar bosh boshqarmasining qayd etishicha, Kusherbayevning telefoni arizachi tomonidan bayon etilgan ma'lumotlarga aniqlik kiritish, shuningdek, tergovga qadar tekshiruvning har tomonlama to'liq va sifatli olib borilishi maqsadida tergov bo'limi qarori bilan vaqtincha olib qo'yilgan va ko'zdan kechirildi. U yerda olib qo'yish uchun asos sifatida Jinoyat protsessual kodeksining 157-moddasi, ya'ni olib qo'yish uchun asoslar va 159-moddasi olib qo'yishni o'tkazish to'g'risidagi qaror yoki ajrim ko'rsatilgan. Hozirda ish doirasida protsessual harakatlar davom etmoqda, deyiladi bayonotda.